Akademik Mirabbos Aminjonov xotirasiga e'tirof. Daholar har kuni tug'ilavermaydi. Allohning inoyati ila 1935-yilning 18-martida Navruz bayrami arafasida Samarqand viloyati Samarqand tumanining Ravanoy qishlog'idagi Aminjon Haydarov va Hikmatoy Haydarovalar xonadonida 2 qizdan keyin o'g'il farzand dunyoga keladi. Yaxshi niyat ila chaqaloqqa payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning Samarqandda shahid bo'lgan amakivachchasi Qusam ibn Abbos sharafiga Mirabbos deb ism qo'yishadi. Haydarovlar oilasi ahil inoqlikda dehqonchilik ortidan turmush kechirishar edi. Yosh Mirabbos hali hayotning lazzatlarini, yoshlikning sho'xliklarini ko'rib ulgurmasdan Ikkinchi jahon urushini oilasi bilan boshdan kechiradi. Qiyinchilikda ulg'ayadi. Urush tugab ilm olishga sharoit bo'lishi bilanoq maktabni kanda qilmaydigan bu yigitchani kelajakda qanday ulkan yutuqlar kutib turganidan nafaqat tengqurlari, hatto ota-onasi ham tasavvur qilishmagani aniq. Ammo ilm olishga bo'lgan ishtiyoq tufayli tezda muallimlari nazariga tushgan Mirabbosni muvaffaqiyat tahsil olayotgan maktabida e'tirof etila boshlaydi. Maktabni a'lo baholarga tugatib, oila boshiga yordamchi bo'ladi va biroz muddat o'tib, katta orzular bilan 1956-yili O'rta Osiyodagi nufuzli oliygohlardan biri Samarqand qishloq xo'jaligi institutiga o'qishga qabul qilinadi. Oliygohni 1961-yilda imtiyozli diplom bilan tamomlaydi va birdaniga Qashqadaryo viloyatiga yo'llanma asosida xizmatga yuboriladi. Hamda 5 yil davomida ushbu viloyatning Chiroqchi, Kitob va Shahrisabz tumanlari chorvasiga mas'ul bo'lib, bosh vrachlik vazifasini a'lo darajada bajaradi. Mutassil chorvadorlar bilan bo'lgan amaliy ishlar natijasida chorvaning eng katta xatarlaridan biri ulardagi parazitlar ekanligiga ishonch hosil qilgan Mirabbos Aminjonov ishlab chiqarishdagi ishlarini biroz to'xtatib, Moskva shahrida joylashgan akademik K.I. Skrabin nomidagi Butun ittifoq gelmintologiya institutiga yo'l oladi va aspiranturaga qabul qilinadi. Muttasil ilmiy izlanishlar va tajribalar asosida muddatidan oldin 1968-yilda ushbu institut huzuridagi ixtisoslashgan kengashda Qashqadaryo viloyati sharoitida qo'ylarning oshqozon ichak strangilyatozlarini, epizotologiyasining ayrim masalalarini va bu gelmintozlarga yangi antigelmintiklarni sinalishi mavzusida gelmintologiya ixtisosligi bo'yicha nomzodlik dissertatsiyasini muvaffaqiyatli himoya qiladi va veterinariya fanlari nomzodi darajasiga ega bo'ladi. Yangilik intiluvchan g'ayrati jo'shib turgan yosh olim sobiq ittifoqdagi eng nufuzli O'zbekiston veterinariya ilmiy tadqiqot institutiga katta ilmiy xodim sifatida qabul qilinadi va 11 yil davomida samarali faoliyat yuritadi. Ko'p yillik tadqiqotlari va kuzatishlari shuni anglatgan ediki, hali qilinishi lozim bo'lgan ishlar talaygina edi. Shu bois 1979-yilda yana o'sha jonajon maskan bo'lgan akademik K.I. Skrabin nomidagi Butun ittifoq gelmintologiya instituti olimni chorlaydi va exinokokkos profilaktikasini ilmiy ixtisoslashgan biologiyasini asoslashi, chaqiruvchisining maxsusligi, patogenezi, diagnostikasi va davolashi mavzusida gelmintologiya ixtisosligi bo'yicha doktorlik dissertatsiyasini himoya qiladi va fan doktori darajasiga sazovor bo'ladi. Hamda ushbu yildan boshlab O'zbekiston veterinariya ilmiy tadqiqot institutining gelmintozonos laboratoriyasi mudiri lavozimida ish boshlaydi. Uzoq yillik mashaqqatli tajribalarini kashfiyot sifatida amalga oshirish uchun laboratoriya mudiri Mirabbos Aminjonovning oldida keng eshiklar ochilgan. Endi faqat iqtidorli yoshlarni to'plash, ularni maqsadli va samarali ishlatish bilan birga katta laboratoriyani boshqarishdek mas'uliyatli vazifa ham olim zimmasida edi. Ilmga yuzaki qaramagan zabardast olimning ilm-fan taraqqiyoti bobidagi xizmatlari yuqori baholandi va 1986-yilda professor rutbasiga ega bo'ldi. Va nihoyat har bir olimning orzusi bo'lgan, kamdan kam olimga nasib etadigan akademik unvoni Mirabbos Aminjonovga 1991-yilda nasib etadi. Olim tanlov asosida sobiq O'zbekiston qishloq xo'jalik fanlar akademiyasiga muxbir a'zo sifatida saylanadi.
Akademik Mirabbos Aminjonov parazitologiyaning zoontropozonoz yo'nalishida katta ilmiy maktab yaratadi va 20 ga yaqin ilmiy izlanuvchilarga rasman rahbarlik hamda 30 ga yaqin tadqiqotchiga rasmiy opponent bo'ladi. Akademik Mirabbos Aminjonov veterinariya va tibbiyot sohasiga katta yangiliklar qoldirgan. Shulardan 300 dan ortiq ilmiy maqolalar, 2 ta monografiya, 7 ta ixtiro, 65 ta tavsiyanoma va yo'riqnomalar, 2 ta vaksinalarni misol qilish mumkin. Qattiqqo'l va talabchan akademik Mirabbos Aminjonov oilada mehribon ota sifatida Kibriya Hasanova bilan 3 o'g'il, 2 qizni voyaga yetkazishgan. Inson hayotida albatta ayol kishining o'rni beqiyos hisoblanadi. Oila tinch, farovon insonning ilm yo'li davomli bo'ladi. Shu bois akademik Aminjonov oilasining barcha farzandlari oliy ma'lumotli bo'lishgan va bugungi kunda respublikamizning nufuzli tashkilotlarida faoliyat yuritishmoqda. Ularning ichida fan nomzodi va fan doktorlari ham yetishib chiqqan. Serqirra olim, veterinariya fanlari doktori, professor, O'zbekiston Qishloq xo'jalik fanlari akademiyasi akademigi Mirabbos Aminjonov 2013-yil 20-aprel kuni muborak 78 yoshda olamdan o'tgan edi. Olimning xotirasi O'zbekiston veterinariya sohasi vakillari va shogirdlari yodida mangu qoladi.